Endi tizim haqida gaplashamiz. Birinchisi demak, marketing, sotuv, ishlab chiqarish Azizbek, ishlab chiqarish ber. Bularga, yo'q, sizga emas, bularga. Bularga ishlab chiqarish, sizga bu. Moliya, HR, IT. Hamma mana bunda ko'rsatib tursin. Menga biznesmenni ber. Biznesmenni va vazifani ber. Biznesmen va vazifani. Ana endi bizga bitta biznesmen kerak. Tak, biznesmen kerak, biznesmen kerak. Bular mana biznesmen. Qaranglar, yaxshilab e'tibor beramiz, shu darajada miyaga kirsinki, tushunib olishimiz uchun. Shu vazifa degani bor Azizbek. Mana qaranglar, men bu 6 ta ustun. 6 ta ustun. Qaranglar. Hamma ekranga qarasin, iltimos. Tushunib olishimiz uchun rahmat Azizbek, qo'shib tur. Mana bu 6 ta ustun. Biznes 6 ta ustuni. Lekin biznesmen ichida yo'q. Tushundingmi? Biznesmen yo'q. Mana biznesmenning ikkita ishi bor mana. Mana biznesmen vazifa beryapti bo'ldi. Mana 6 ta ustun отдельно turibdi. Bular ichkarida emas, tashqarida turibdi. Sistema qachon sistema bo'ladi? Mana sistema. 6 ta ustun ishlayapti. Mana biznesmen vazifa beryapti. Nima vazifa beradi? Ketdik. Biznesga vazifa beryapti. Hurmatli biznes nima vazifa beramiz? Bitta oylik vazifani kelishib oylik. Masalan, fevral, mart oyi deylik. Mart oyiga qancha sotuv qilishimiz kerak, qancha sotuv qilishimiz kerak? Mart oyida 500 dollar. Demak, bizni o'rtacha bazamizda turadi, o'rtacha 2 million dollar yoki 1 million dollarlik tovarimiz bor. Tovarimiz bor. Bir oylik sotuvimiz 500 ming dollar bo'lishi kerak. Demak, bu biznesimizga biz berayotgan vazifamiz bir nuqtamiz mart oyiga 500 ming dollar sotuv qilish kerak. Bundan qancha sof foyda qilish kerak? 30%. Bo'ldi, 500 ga 30 150 ming dollar sof foyda qilish kerak. Tushundingmi? 500 ming dollar savdo, 150 ming dollar sof foyda qilish kerak. Bo'ldi. Endi biznesmenning vazifasini to'g'ri tushundingmi? Endi shunga qarab marketingga komanda beradi. San 500 ming dollar savdo qilish uchun tam klient oqimi 100 ta kerak. Misol, bitta odam 5 ming dollardan sotib olsa, demak 100 ta klient kerak. Bo'ldi. Sen tushundingmi? 100 ta klient olib kelasan. Ikkinchisi, sen 100 ta klient olib keladi, sen har biriga shunchadan sotuv qilasan, o'rtacha 500 ming dollar tushum qilasan. Tushundingmi? 500 ming dollar tushum qilasan sen. Uchinchisi, menga qarasan, xizmat ko'rsatasan, sen tovar tugab qolsa, shuncha 500 ming dollari, 350 ming dollari tovarni puli. Sen bigom Xitoyga borib olib kelib qo'yasan yana. Kim tushunyapti hozir meni? Keyingisi moliya, oppa, pul sanda, menga qara, 500 ming dollar tushum bo'ladi, 150 mingini sen bu yoqqa haydaysan, 150 gini menga berasan, tushundingmi? Qara, lekin pul yo'qolib qolmasin. Kim tushunyapti meni? To'rtinchisi, beshinchisi HR, xodimlar. Bunga kadrlar deb yozib bergan Azizbek. Kadrlar bo'limi. Sen menga qara, sotuvchilar yoki boshqalar to'y bo'lib qolsa, ta'ziya bo'lib qolsa, boshqalar bo'lsa, o'rniga odam qo'ygan hamisha. Hammaning o'rnida menda zapas kadr bo'lsin. Ko'pincha sotuvchilar bilasana, yosh qizlar bo'ladi, erga tegib ketib qolsa, biznes to'xtab qolishi mumkin. O'rniga odam qo'yib qo'ygan, erga tegishini ham hisobga olgin. Eriga tekkandan keyin bereminniy bo'lib tug'ishini ham hisobga olgin. Bu bereminniy bo'lib qolsa, tug'ib qolsa, xodim bo'lmay qoladi. Oldindan 9 oy oldin reja qilgan, tushundingmi? Oxirida keyin menga bu tug'ib ishga chiqmayapti demagin. Kim tushunyapti meni? Endi aytishnik, menga qara, sen bular bilan emas, men bilan do'stlashgin. Bo'lmasa ishdan haydab boraman. Sen har bir bo'limni qancha klient keldi, qancha sotuv bo'ldi, qancha tovar keldi, qancha pul tushdi, nima ish qildi, hammasini ITning ichiga tiqib qo'ygin. Men uyda uxlayotgan paytimda ham biznesmen shunda telefonni ochsa hamma narsani ko'rib olsin. Tushundingmi? Agar men telefonimdan bironta ma'lumotni topa olmay qolsam, bu seni aybing. Sen hammasini menga avtomatlashtirib telefonimga kirgizib qo'ygin. Kim to'shni tushundi meni? Mana bu sistema.
hammasi o'zini ishini bajarishi va biznesmen ichida yo'qligi bu sistema. Endi ikkinchi holat bor. Biznesmen ichiga kirsin. Biznesmen ichiga kirsin. Tasavvur qilinglar, biznesmen emas, bu pajarniy mana. Pajarniy hamma ishni o'zi qiladi. Marketing eplolmasa o'zi kirib ketadi, sotuvga kirib ketadi, hammasi kirib ketaveradi. Bu pajarniy. Kim hozir pajarniy bitta qo'l ko'taringlar? Malades, jonlang omon bo'lsin. Endi bular biznesmen bo'lishi uchun mana bu haqiqiy biznesmen bo'lib vazifa, ya'ni vazifa 150 ming dollar menga foyda berasan. Vazifa. Tushundingmi? Biznesmen vazifa beryapti. Komanda hammasini bajaryapti. Mana shu urovengga chiqish uchun o'rtacha 1 yil, 1,5 yil vaqt kerak, bilim olish kerak. Bu lift yo'q. Biznesda lift yo'q, lip aytib chiqib oladigan lesnitsa bor. Mana shuni bitta yaratib sistemaga tushirib, keyin avtomatlashtirasizlar. Uning uchun sizlar ko'rdilaring buni. Kimdir 30 ga kirdi, kimdir 40 ga, kimdir 50 ga kirib bir marta ko'rdi. 65 yil davomida aka birinchi marta ko'rishingiz shu narsani. Ana endi tasavvur qilinglar, xodimlaring vobshim ko'rmagan. Buni o'qitish kerak borib. Men qarasam marketologsan, tushundingmi? Buxgalteriyaga kirmagin ukam, senga nima bor buxgalteriyada? Sen xodimlarni to'g'rilab qo'ygin. Buni o'qitish kerak, bilmaydi bu. Bilmaydi. O'qitish kerak, tushuntirish kerak, obdon joyiga kelib sistemani qilsalaring, haqiqiy biznesmen bo'lib turib million оборот qila olasizlar akamga o'xshab. To'shla tushundingmi yo'qmi? Bitta qarsanglar. Sizlar ham tushundilaring-a? Malades. Qani sahnadagilarga ham qarsaklar o'tirib olamiz. So, marhamat.